Müşük peqiyotgan dostlar, hem müşük peqishni o'ylashayotganlar chidimisi bo'lmaydigan ishlar bor. Bu ishlar birinchisi uy qalaymigan bo'lib amal yo'q. Akşamı uyni pakkız tozalab qo'yib yotsam, men bu ertaga eshikning ig'ildab o'tadi. Hem men boshdan tozalayman. Kunda tozalayman. Bir kunmi tozalamaydigan kunim yo'q. Hatta bazı vaqtda biz tozalab qo'yib 1 soatdan keyin qarasam rasvo qo'yadi ig'ildab qolib. To'kidiganni to'kib, chaqdiganni chiqib, chinaqacham chiqilib bo'ldi nurg'un. Necha chinaqacha ip bo'ldim, necha stakan ip bo'ldim. Hatta bu da choy qaynatadigan cho'gunimni choy qaynamasiga qo'yib o'rib etdim. Chiqib ichiga qaynoq suv to'kilib, o'ziga to'kilib qolmaganidan xush bo'ldim. Yana birisi bu mushuklar og'rib qoladi. Og'rib qolish uchun pul ketadi. Shu pulga chidash kerak. Çünkü müşükler bek aciz, iştiklam ağırıp kaldı, iştiklam yalığınıp kaldı. Hem iştiklam juqumlanıp kaldı. Bularınki davanın somisi bir kadar ör. Şuna çidiş gerek. Yani birisi bularınki yemige, qosqiga. Mavliyani berip qo'ysak bo'ldi müşüklerge, mavliyani qos to'ysil bo'ldi degan qarash bir qata qarash. Bularning immunit kuchi bek tuvan. Şuna immunit kuchini cho'qim yuqori ko'taradigan bedendeki oksini yuqori ko'taradigan yaxshi narsalarni cho'qim berish kerak. Shuni chidish kerak. Andan bularni asrashga vaksina silib, chuchon qilib, qarallik tekshirtib turib asrashga cho'qim chidish kerak. Onundan boshqa yana mana ishlarga chidish kerak. Men ko'rdinglarmi? Yuzimni yitibatdi. Mana. Put qo'lamning saq yeri yo'q, yuzim qilib qolgan, yuzimni nima qilyapti mana. Nima deyman? Uramdim, tillamdim. Kim qildi desanglar, pistak qildi. Boyam to'pam müremga chiqib, deb gergemga. Tushib ket balam, tushib ketib bunda ishtasam, sen meni ishtarvatdi. Antep yitibvatdi qo'lamni, yuzimni. Mana. Mushtaq chiroyinglarni buzib etishiga chidishinglar kerak. Qanday qilmayman deydi. U bir tilsiz hayvan tursa, buni ya urg'unimsa, bunda qilyapti deb ko'ziga tiqib aytganimsa, ya men berib uni o'zini totilib olganimsa, o'tdadim işte buni. Buni ko'rib yo'ldishim ko'ngilsiz chiqib ketdi meni. Mushta ishlar chizsanglar, andan baqalaysizlar mushni, bo'lmasa baqamaysizlar. Bu degan nima qilmas qilaraydi hayvon bu. O'z qilsa nimasiga shuna qiladi. Men ming bola tarbiya qilib chiqganmaydi. Ko'rdinglarmi? Mana. Mana bir sizlar ko'z tutay deb vaqtida chiqdim sahnaga. Do'yo sahnasiga.